Mast aylading, sarmast aylading. O'g'ilchaga bugun bitta oshchani damladik. O'g'ilcha gugut qo'yapti, magazinga borib keling. Mang dada zashka. Dada jo'ramniki qistada qolib ketdi. Sarmast aylading. Tak, stomatologda nechta tishi bor? Stomatolog. To'qqizta. To'ndirchi? Boling qanadim? Dada, to'yda qilib Mana berga. Yo'q, bildek sigarchani purlat ekansiz, do'chalar bilan katyushan qilayotgansiz. O'g'lim, 35 ga kiryapsan, qachon uylanasan? Men ham jo'ralaring otasiga o'z qapalaring. Qilib bo'ladi-ku. Sen bilan leksiyani keyin davom ettiramiz. Bizga undan ko'ra qiz top. Assalomu alaykum. Va alaykum salom. Mattoyroq pazdorlik hamma joyga sharmanda qilding. Qizim, ko'cha sovuq, ichkariga kiring. Hamsilar ko'rsa avtobus tushiradi. Yo'q, men hamshirasman. Yaqinda ko'chib keldik. Shakar so'ramoqchi edim. O'g'limga kasha pishirib bermoqchi edim. Shakar, ha? Shakar magazinda singlim. Bu safar kelsangiz sizga kofe chaqib beraman. Pat malokom. Sog' bo'lasiz. Shu qiliqlaring meni bir kun reanimatsiyaga tushiradi, sen yotib o'yrotdi. Onasi, Nosim qayda? qizil ko'pachani tagida dada. Nima deding? Mana yerga keldasan. Jamaling sog'inib jonon o'zimni